Xitoy Kommunistik partiyasi tufayli genotsid va zulm sodir bo'lmoqda. Men o'sha yerda yashab turgan vaqtimda YouTube, Instagram, Google hammasi taqiqlangan edi. Biz faqat WeChatdan foydalanishimiz mumkin edi. Bu xuddi Xitoyning WhatsAppiga o'xshaydi. Do'stlar va qarindoshlar bilan shu orqali aloqa qilardik. Tashqi dunyo bilan bog'lana olmasdik. Masalan, hozir hammamizda WeChat bor. Bu yerda undan foydalansak bo'ladi, lekin agar qarindoshlarimiz bizga yozsa, ular konslagerlarga yoki qamoqqa tashlanishlari mumkin. Agar ular sizga qo'ng'iroq qilishsa nima bo'ladi? Yuqorida aytganimdek, ularning uyiga politsiya keladi va telefonlarni tekshiradi. Ko'chada ham politsiyachilar yoki masalan, harbiylar istalgan payt telefoningizni tekshirishlari mumkin. Har bir mahallada, har bir politsiya bo'limida maxsus dasturlar mavjud. Ular WeChatdagi barcha xabarlarni ko'rib turishadi. Shuning uchun, agar biz ular bilan bog'lanishga uringanimizda, ular uylariga kelib, telefonni tekshirishni talab qilgan bo'lardi. Agar yozishmalarni topsalar, ularni lagerlarga olib ketishar yoki hibsga olishardi. Siz Xitoyda kommunistik zulm ostida 12 yoshgacha yashagan inson sifatida qisqacha ayta olasizmi? Bu qanday tuzum? Men 9 yoshimda hijob kiya boshladim. Bu meni baxtli qilgan edi. Buni o'zim istaganman. Hech kim meni majburlamagan. Albatta men maktabda o'qirdim. Ehtimol bu 4-sinf edi va albatta hijob kiyish taqiqlangan edi. Sizga bir voqeani aytib bermoqchiman. Sinfimdagi qizlar hijob kiya boshlashdi. Uzun abayalar va shunga o'xshash kiyimlar. Ular oddiy qizlar edi. Biz o'ylagandikki, biz bularni kiyamiz va hech kim bizga bunga qarshi hech narsa deya olmaydi. Biz baxtli va jur'atli edik. Har dushanba kuni biz maktab oldidagi maydonga bayroq ko'tarish marosimiga chiqardik. O'sha safar ham maydonga chiqdik va saf tortdik. Sinfimizdagi barcha qizlar hijobda edi va bizni maktab direktori ko'rib qoldi. U buni yechinglar deb aytdi. Uning qo'lida mikrofon bor edi. U bizga baqirdi, lekin biz yechmadik. Shunda bir o'qituvchi yaqinlashdi va hijoblarimizni shunchaki yulib tashladi. Shu voqeadan keyin qoida juda qat'iylashdi. Har ko'chada turk bayrog'i tasvirlangan katta bannerlar bor edi. Men Sharqiy Turkiston bayrog'ini ko'rganimni